Afsuski farzandlari bo'la turib, bugungi kunda shunday holatlarda guvohi bo'layapmizki, dunyoga kelishiga sababchi bo'lib, o'zi yemay yedirib, o'zi kiymay kiydirib, voyaga yetkazgan farzandlari bo'la turib, musulmon jamiyatida ota-onasini bugun qariyalar uyiga olib borib qo'yayotganlar bor. Endi buni tasavvur qilib ko'ring o'zingiz. Musulmon bo'la turib, musulmonni farzandi bo'la turib, ota-onasini qariyalar uyiga olib borib qo'yayotganlar jamiyatda ko'payib boryapti. Bunday farzandlarning oqibatini endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bu qaytar dunyo. Bugun ota-onasiga shunday muomala munosabatda bo'lar ekan, albatta erta farzandidan qaytadi bu narsa. Qolib ketmaydi. Oldin ham bir rivoyatni aytib berganmiz. Bir yigit ayoli bir o'g'li bilan yashar ekanda, yoshi keksa otasi bor ekan. Haligi ota keksaygan chog'ida bemor, qo'li qaltirab, taom bergan paytda taom qo'lidan tushib ketib, idishlarda sindirib qo'yar ekan. Shunda haligi yigitni ayoli kelinchak eriga aytibdi-ku, otangiz hatto bir taomni ham yeya olmaydigan holatga kelgan. Uyda idish ham qolmadi. Xo'p desangiz, shu otangizni podvalga bir joy qilib bersangiz, yerto'laga bir yog'ochdan idishlar qilib kelsangiz. Haligi erkak ham ayolining gapiga kirib, otasiga yog'och idishlardan olib kelib yerto'laga joy qilib bergan ekan. Endi haligi farzand bor. 7-8 yoshli farzand buni ko'rib guvohi bo'lib turibdi. Bir kuni haligi yigit kelsa, o'g'ilchasi bir yog'ochni olib pichoq bilan o'ynab turgan ekan. "Ey bolam, nima qilyapsan?" desa, qarang, 7 yosh, 8 yoshli bola, "Ey ota, siz qarib qolgan chog'ingizda sizga kerak bo'ladigan idishni yasayapman" degan ekan. Ko'rasiz? Demak, bu dunyoda biz qanday bo'lsak, erta qarigan chog'imizda ham farzandlardan mana shunday muomala munosabatni ko'rar ekanmiz. Qush uyasida ko'rganini qiladi deb ham xalqimiz bekorga aytmagansizlar. Shu uchun mana shunday ulug' zotlar, ota-onalarimiz tiriklik chog'ida ularga itoatda bo'lishlik, ularning xizmatini qilish, ularning duosini olishlik bizni farzandlik burchimiz, vazifamiz hisoblanadi.